Bismillahirrohmanirrohim. Sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning uchlik nasihatlaridan navbatdagisini Abi Umama al-Bahili deb nomlangan sahobiy, Alloh u kishidan rozi bo'lsin, rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hadislarida Alloh azza va jallaning kafolatida bo'ladigan 3 toifa haqida so'z yuritadilar. 3 toifa, 3 xil odam bor. Bular Allohning kafolatida. Alloh bularni o'zining kafolatiga, kafilligiga olgan insonlar. Birinchisi, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillahi fa huwa daminun ala Allohi hatta yatawaffahu Allahu wa yudkhilahu al-jannah aw yarji'a bima nala min ajrin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birinchi Allohning kafolatida bo'lgan insonni shunday ta'rif qiladilar. Bu odam Allohning yo'lida jangga chiqqan odam, g'azotga chiqqan odam. Allohning yo'lidagi jang der ekanmiz. Siz bilan bizni albatta aqlimizga, zehnimizga Allohning yo'lida bo'ladigan jang nima ekanligi, qanday jang ekanligi haqidagi so'roq savollar albatta yog'ilib keladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni qisqa qilib shunday bayon qiladilar. Man qatala litakuna kalimatullohi hiyal ulya fahuva fi sabilillah. Kimda kim Allohning kalomi, ya'ni la ilaha illalloh kalimasi oliy bo'lishligi uchun jang qiladigan bo'lsa, mana shu jang Allohning yo'lidadir deb belgilab berdilar. Allohning kalimasini oliy qiladigan jang, Allohning yo'lidagi jang deyilar ekan. Boshqa hadis shariflarda esa buni yanada kengroq bayon qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilarki, man qutila duna malihi fa huwa shahid va man qutila duna irdihi fa huwa shahid. Kimki moli, dunyosi, ya'ni o'zining mulklarini himoyasi yo'lida vafot qiladigan bo'lsa, u shahiddir. Ya'ni Alloh yo'lida shahid bo'pti. Kimda kim sha'nini, sharafini himoya qilishlik uchun yo'lga chiqib vafot qiladigan bo'lsa, u shahid bo'pti deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqiqiy Alloh yo'lidagi jangni va Alloh yo'lidagi shahodatni bayon qildilar. Sharafi yo'lida, moli, mulki, vatanini himoyasi yo'lida, dinini, millatini himoyasi yo'lida jangga chiqadigan bo'lsa, ana o'sha odam niyati Allohning kalimasini oliy qilishlik bo'ladigan bo'lsa, bu odam toki uyga qaytguniga qadar Allohning kafolatida bo'ladi va yoki vafot qilib Allohning jannatiga va'da qilingan ulug' maqomlarga erishadi. Ikkinchi odam rajulun roha ilal masjid. Bir odamki, u kishi uydan tahoratini chiroyli qilib Allohni qulchiligini, ibodatini, farzini ado etishlik uchun Allohning masjidiga chiqqan odam. Masjidga borib toki o'sha masjiddan qaytib kelguniga qadar Allohning kafolatida, Allohning zimmasida bo'lar ekan. Allohning kafolatida, Allohning zimmasida bo'ladi. U odam masjidga borib ibodatini ado etib yoki uyiga sog' salomat qaytib keladi, Allohning kafolatida, zimmasida bo'ladi. Va yoki ajali yetib vafot qiladigan bo'lsa, u odam Allohning ulug' maqomi, jannatlardan joyini topgan bo'ladi. Uchinchi inson rajulun dakhala baytahu bisalam. Shunday bir insoniki, uyiga kirar ekan, salom bilan kiradi. Assalomu alaykum deb salom berib uyga kirgan odam toki yana qaytib shu uydan chiqquniga qadar Allohning kafolatida, Allohning zimmasida bo'lar ekan. Va u odam yoki shu uydaligi holatida vafot qilsa, Alloh va'da qilgan ulug' maqomlarga erishadi va yoki uydan chiqquniga qadar yuqorida aytganimizdek Allohning zimmasida, kafolatida bo'ladi. Allohning kafolati Allohning zimmasida bo'lishdan ko'ra ulug'roq, buyukroq, xotirjamroq yana nima bo'lishligi mumkin? Agar Alloh aytsaki, sen meni kafolatimdasan deydigan bo'lsa, biz buni jiddiy yuragimizdan his qilib qabul qiladigan bo'lsak, bu naqadar buyuk bir baxt aslida. Agar hozir sizga biror bir kattaroq, boyroq, kuchliroq bir o'zimizga o'xshagan bir inson yo biror amaldor yoki bir qo'yinki kim bo'lishidan qat'iy nazar bir dunyoda kuch qudratga ega bo'lgan bir inson aytsaki, agar qo'rqmang, siz meni
zimmamdasiz, ya'ni sizga men qarayman, sizga uchun men javob beraman desa, siz bilan bizning holatimiz qanday bo'ladi? Albatta o'zimizni qo'yadigan joy topolmay qolamiz. Xossatan agar bu va'dani bergan odam bir kattaroq bir mansabdor shaxs bo'ladigan bo'lsa, kattaroq bir puldor odam bo'ladigan bo'lsa, kattaroq bir kuchlik odam bo'ladigan bo'lsa, meni orqamda palonchi turibdi, u kishi menga va'da qildi, tashab qo'ymayman sizni, men siz bilan birgaman dedi deymiz va albatta haqlimiz biz bu xususda ki orqamizda kuchli insonlar turganligidan sevinamiz. Alloh zimmasiga olgan odam, Alloh kafolatini bergan insondan ko'ra baxtliroq, kuchliroq inson bormi bu dunyoda? Albatta yo'q. Alloh taolo hammalarimizni o'zi doimo zimmasida saqlasin, panohida asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.